Qozog'istondan O'zbekistonga 100 ming dollarga sotilgan Sherxon laqabli otni juda yaxshi bilasiz. Xuddi o'sha otni 6 yoshli bolasini ko'rsataman. Qozog'istonning Shimkent rayonida. Bo'ylari 1.70, uloqlari garantiyali ot. Zarurat tufayli sotilyapti. Egalari nomerini pastda qoldiramiz. Aytgancha, agar ot yoqsa, mashaalloh deyish esdan chiqmasin. Qanatlari əldə qataymağan 5 yaşar balası da attan deva toylağan Aldaspan yerlerim var, kısılmay kol bastar Marğasqa ularım var, tosunmay jol bastar Keledi ösüp gileng, ruhu ör jastara Müridi Kazım Mırza'nın kazığına bitti. Kayıt basattı saygılıkpен 20 ming tenge salımdı. Atal Talaşqa, Türkistan'a atıp